Katalar haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Katalarni so'ragan odamlar ham bor edi, ko'rsating deb. Deyarli hamma katalarni o'zim yasaganman. Shu eng chekkagisini pulga olganman xolos. Arzon kelib qo'ygani uchun o'shancha pulga olganman. Agar qo'lingizdan kelsa, o'zingizlar yasasanglar anchalar arzonga tushadi. Quyon kata o'zi qimmat. Misol tayyorni olaman desanglar ham qimmat, noldan yasataman desanglar ham qimmatga tushadi. Bu katalarni yasab bo'lib, buzib boshqa yerda restavratsiya qilib yangilaganman. Tagini shunaqa setkalik qilib, axlatini pastga tushadigan qilib, shunaqa tortmalik qilganman. Buni qulayli taraflari ko'p, hozir tushuntirib o'tib ketaman. Oldin mana shunaqa holatda bo'lgan. Tagi pol taxtali edi. Har 3-4 kunda bir tagidagi poxol solib, yangi poxol solib, dezinfeksiya qilib, kuydirib chiqish kerak edi. Har 3-4 kunda bir 2 soat vaqtim ketardi o'sha katalarga. Endi ancha kam vaqtim ketyapti. Sababi axlatini pastga tushadigan qilib shuni tortmani qilgandan keyin ancha vaqt tejaladi. Buni plus taraflari vaqt tejalishidan ham quyoninglarni oyog'ini tagi toza holatda turadi. Hech qanaqa axlat pastga tushib ketgani uchun oyog'indagi top-toza turadi. Xo'p, buni ham yasash tartibi bor. Bu oddiy setka emas, rossiyskiy setka. Ancha katta bo'lishi kerak. Adashmasam metrini 50 ming olganman. Bir hafta shunaqa bo'lib qoldi. Almashtirganimga. Mabodo o'zingizlar yasayman desalar ham shunaqa qalin setkadan yasashinglarni maslahat beraman. O'zim tunuka fon ish qilaman. Tunukasini ham qalindan qilganman. O'zi aslida boshqa odamga yasataman desanglar, tunukasini qalinligini 0.35 yoki 0.28 dan qilib qo'yishadi. Tunukaga buni qalinligi 0.50. Tunuka qancha qalin bo'lsa, shuncha yaxshi. Uzoq vaqtga xizmat qiladi. Keyin chekasida обязательно chaka bo'ladi, bukilgan holatda. Chekasini germetigini shu ko'rayotgan bo'lsalar, germetik bor. Germetigini qalinroq qilish kerak, sababi axlatda suyuqlik pastga tushadigan bo'lsa, polga tushadigan bo'lsa, tagida ozgina polli bor, poli taxta bor. Polga tushadigan bo'lsa, hidlanib, sasib ketadi. Shuning uchun germetik bittasidan o'zimda ham germetikni ozgina kamroq bo'lib qolgan joylardan tagiga suv